Salom do'stlar, bugun men sizlarga musulmon ahlining qiblagohi bo'lgan Ka'batulloh va Qoratosh haqida aytib beraman. Qani ketdik. Dunyoda Makka shahridek aziz joy hech qayerda yo'q. Makka shahrining markazi Ka'batullohdir. Ka'ba to'rtburchak shaklda qurilgan binodir. Yer yuzidagi barcha musulmonlar Ka'ba tarafga yuzlanib namoz o'qishadi. Ko'rinib turibdiki, Ka'ba musulmonlarning qay tarafga yuzlanib namoz o'qish kerakligini bildirib turuvchi belgi vazifasini ham o'taydi. Ka'ba qachon va kim tomonidan qurilgan? Odam alayhissalom va Momo Havo jannatdan chiqarilib yerga tushirilganda, Momo Havo Makka shahri yaqiniga kelib tushgan. Odam alayhissalom esa Makka shahrining sharqiy viloyatlariga kelib tushadi. Uzoq ayriliqdan so'ng Odamatov va Momo Havo Makka shahri yaqinidagi Arafat tog'ida yana uchrashib bir-birini topishadi. Makka shahri hududi Odamatov birinchi marta Allohga sajda qilgan yer hisoblanadi. O'sha paytlarda Odam alayhissalom Allohga ibodat qilish uchun o'ziga bir bino uy quradi, ya'ni Ka'batullohni quradi. Shuning uchun Ka'batulloh insoniyat tarixidagi eng qadimiy binolardan hisoblanadi. Odam alayhissalom tomonidan qurilgan Ka'ba Nuh alayhissalom davrida butun dunyoni suv bosishi natijasida buzilib yo'q bo'lib ketgan. Oradan yillar o'tib, Ibrohim alayhissalom o'g'li Ismoil bilan Makka shahriga borib, Ka'baning poydevorini topishgan va Ka'bani qayta tiklashgan. O'sha zamonlardan buyon Ka'ba bir necha bor tabiiy ofatlar ta'sirida buzilib, qayta tiklangan. Musulmonlar haj mavsumida Ka'bani tavof aylab ziyorat qilishadi. Ka'ba devoridagi Qoratosh haqida. Ibrohim alayhissalom va o'g'li Ismoil Ka'bani harsang toshlardan g'isht yo'nib qurishgan. Ka'ba qurilishi so'ngida bir donagina harsang tosh yetmay qoladi. Shu payt Ibrohim alayhissalom o'g'li Ismoilga bir dona harsang tosh topib kelishni aytadi. Lekin Alloh taolo Ka'baning so'nggi g'ishti oddiy dunyoviy harsang tosh bo'lishini xohlamaydi. Alloh jannatdan bir toshni farishta Jabroil alayhissalom orqali yerga tushiradi. Ibrohim alayhissalom bu toshni Ka'baning sharqiy qismiga qo'yadi. Tosh o'sha paytlarda oq bo'lgan. Keyinchalik gunohkor insonlar qo'llari tegib qorayib ketgan. Haj mavsumida Qoratoshni o'pish yoki o'pishni iloji bo'lmasa, Qoratoshga qo'l tekkizish haj amallaridan biri hisoblanadi. Agar odam ko'pligi tufayli Qoratoshga yaqinlashishni imkoni bo'lmasa, qo'llarni cho'zib duo o'qilsa ham kifoya qiladi. Mana shunaqa gaplar do'stlar. Agar video yoqqan bo'lsa, videoga like qo'ying va kanalimizga qo'shiling va o'zingizning fikringizni izohlarda qoldiring. Hammaga xayr.